Allohu taolo surga puflashga amr qilganda darhol puflaydi. Hattoki bu sahobiy ikromlarga ham og'ir keldi. Yer yuzida bir dona ham Alloh Alloh deydigan odam qolmaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam hasbunalloh va ni'mal vakil denglar dedilar. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qanday xursand bo'layin. Holbuki sur sohibi surni og'ziga qo'yib Allohni iznini kutib tinglab turibdi. Qachon surga puflanishga amr qilinsa darhol puflaydi. Go'yoki bu so'z sahobalarga og'irlik qildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hasbunalloh va ni'mal vakil denglar dedilar. Imom Tirmiziy rivoyati. Demak, bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini qalblaridagi narsani aytayaptilar. Men qanday qilib xursand bo'lay? Holbuki sur sohibi Isrofil alayhissalom surni og'ziga qo'yib Allohni iznini kutib quloq solib turibdi, tinglab turibdi. Allohu taolo surga puflashga amr qilganda darhol puflaydi. Bu gapni eshitgan sahobalar g'amga botib qolishdi. Bu so'z ularga og'ir keldi. Shunda payg'ambar alayhissalatu vassalam hasbunalloh va ni'mal vakil denglar dedilar. Hasbunalloh va ni'mal vakil degani Alloh bizga kifoya qiladi. U qanday ham yaxshi vakildir, ya'ni ishlar unga topshiriladigan qanday yaxshi buyuk zotdir, Robbimizdir degan ma'noni bildiradi. Endi bu hadisdan olinadigan ba'zi bir xulosalarga, foydalarga to'xtalib o'tamiz. Demak, insonni nimadandir g'am tashvishi bo'lsa, u inson xursand bo'lmas ekanda odatda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilar, qanday xursand bo'lay deyaptilar. Shu bilan birgalikda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam siz-u bizlarni qiyomatning holatidan ogohlantirmoqdalar. Qiyomat shu qadar tez bo'ladiki, amrni bajarishga Isrofil alayhissalom tayyor turibdi. Allohning amri bo'lsa bo'ldi. Bu kunga tayyorgarlik ko'rish, yaxshi amal qilish, Alloh taolo qaytargan ishlardan to'xtashga bizlarni undayaptilar. Demak, hattoki bu sahobiy ikromlarga ham og'ir keldi. Azizlar, qiyomat qoyim bo'ladi. Albatta bo'ladi. Lekin uni vaqti belgilanmagan. Agar uni vaqti belgilansa, insoniyatga og'ir bo'lib ketadi bu. Buni o'ziga xos bir hikmati bor. Faqat qiyomat qoyim bo'ladi, yer yuzida bir dona ham Alloh deydigan odam qolmaydi. Ana shunda Allohu taolo qiyomatni qoyim qiladi. Demak, odamlarning eng yomonlariga qiyomat qoyim bo'ladi. Qiyomat qoyim bo'lganda Qur'oni Karimda payg'ambar alayhissalatu vassalom hadislarida keladi, ahvol nima bo'lishi. Yulduzlar to'kilib tushadi. Quyosh o'ziga o'zi o'raladi. Bu tog'lar osmonda uchib yurgan g'uborlarga aylanib ketadi. Shunaqa bir holat bo'ladi. Uni qo'rquvi juda dahshatli bo'ladi. Birorta mo'min buni ko'rmaydi.